Ayni paytda Kinochilar uyida Jahongir Ahmedov rejissyorligida 3 yil davomida hamda Gollivudning eng mohir ijodkorlari bilan birgalikda suratga olingan Amir Bahodir Yalangtosh filmi premyerasi bo'lib o'tadi. 3 yil davomida suratga olingan ushbu film tom ma'noda Samarqand amiri Yalangtosh Bahodir hayoti va o'sha davr muhitini yaqqol ochib bergan. Kinochilar uyida bo'lib o'tgan premyerada Saida Mirziyoyeva ham ishtirok etdi va film ijodkorlarini ushbu muvaffaqiyati bilan tabrikladi. Binoman kutganimdek, ochig'i yuqori natija kutgan edim va o'zim kutganimdek bo'ldi deb o'ylayman. Agar o'zim rolimga keladigan bo'lsa, o'zim baribir professional aktyor bo'lmaganligim uchun boshidan aytganman rejissyorga, o'yini tolsangiz sizni yutug'ingiz deganman. Rejissyorni tabriklasam bo'ladi, yaxshi o'ynatgan deb o'ylayman. Mana o'zimni ko'zim bilan. Bu umrimda birinchi maza qilgan filmim bo'lsa kerak. Rahmat, shu fikrlaringiz ham ketadimi hozir efirga? Albatta ketadi. Rahmat. Mana birinchi premyera Samarqandda bo'ldi. Bu ikkinchi premyera. Xo'sh, siz o'zingiz kutgan natijani qo'lga kirita oldingizmi? Natija albatta qo'lga kiritildi deb o'ylayman. Bugun mana Samarqandda premyera qildik. Qariyb 4000 odam qatnashdi. 4000 odam xuddi shunaqa bugun e'tibor bergan bo'lsangiz, hech kim o'tirgan o'rnini tark etmadi, oxirigacha diqqat bilan film tomosha qilib o'tirishdi. Samarqandda ham shunday bo'ldi. Mana shunday davomiy qarsaklar film davomida to'xtamadi qarsaklar. Odatda ba'zi bir filmlar oxirida bo'lishi mumkin boshqa. Men juda ham minnatdorman. Xalqimizdan minnatdormanki, kinoga bo'lgan muhabbati. Bilasizmi, ijodkorni eng ruhlantiradigan narsa shu.